Pedagog u saytına kirib olamiz. Attestatsiyaga dokument topshiruv uchun. Tak, birinchi bo'lib turgan saytga kiramiz. Demak, kirib bo'lgandan keyin kirish degan joyda o'ng joqda bo'lim bor, so'g'an kiramiz. Keyin bu yerda sizning daniyalaringiz chiqadi. Tomenda murojaatlar bo'limine kiramiz. Tomen qatorda birinchi topda shef joqda so'g'an kiramiz. Keyin murojaat yuborish deganni bosamiz. Yaratish marka toifasi yanvar-iyun oylari, keyingisini bosamiz. Keyin bu yerda sizning diplom ma'lumotlaringiz chiqmasligi mumkin. Shuning uchun tomendagi diplom u saytiga kirib, One ID bilan kiramiz. Diplom u saytiga сөйтib kirmasdan olib jo'xori bo'limida ko'rsataman hozir. Qizil knopka bor, o'ng joqda soni bosib, kompyuterning versiyaga o'tkazib olamiz. So'sin diplom ma'lumotlaringizda qayta tayyorlovni o'tkazib olamiz. Keyin bo'lmasa boshqa joylarda bitkirgan bo'lsangiz, kompyuterning versiyasi bo'lib hisoblanadi. So'ng kompyuterning versiyadan ko'rib arxayn yig'ilamiz. Bilib olamiz. Tak, profil bo'limini profilni yangilaw degan o'ng joqda jasl bo'lib turibdi. Soni bosamiz. Profilni yangilaw. Diplom ma'lumotlarini kirgizib bo'lgandan keyin profilning to'menida diplom ma'lumotlarini yangilaw degan bo'lim bor. So'nga kirib, sonra diplom ma'lumotlarini kirgizib bo'lgandan keyin diplom ma'lumotlarini yangilaw bo'limini bosamiz. Keyingisi neki künleştirgen kadrda ko'rsatib turibdi. Tak. Keyingisi malaka toifasi. Tomenda keyingisi degan bor. No kompyuterning versiya bo'lsin. Ulkan bo'lib turibdi. Keyingisi tomenda keyingisi degan bor. Soni bosamiz. Hozir bu yerda diplom ma'lumotlari chiqyapti. Hozir diplom ma'lumotlarini yangilaw bo'limini ko'ramiz hozir. Profil bo'limi yangilandi. Endi diplom ma'lumotlari bo'limini ko'rib chiqamiz. Diplom ma'lumotlari yangilandi. Biroz vaqt oldin kirgizilib edi. Ol video syomka bo'lmay qoldi. Kirgiziluv jarayoni. Endi murojaat yuborish deganni bosamiz. Murojaat yaratish, tak, malaka toifa, yanvar-iyun. Keyingisini bosamiz. Bu yerda o'qiyotgan yeringiz Nukus davlat ne bo'lsa sonni bosamiz. Tak, keyingisini bosamiz. Qayta tayyorlovning nesi bo'lsa, tak, sertifikat bo'lsa, diplom bo'lsa, PDF formatida shu yerga yuklaymiz. Yuklab bo'lgandan keyin so'ralgan zatlarda to'ldiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi, tak, Nukus shahri. Barliq so'ralgan zatlarda to'ldirib ketaveramiz. Qaysi rayonda tug'ilsangiz, qaysi rayon to'ldiramiz. Tak, Nukus shahri. Ta'lim yo'nalishingiz qanday? Belgilab o'tamiz. Qaysi nesini tashkilot tasdiqlaysiz? So'ng qolgan biron saylash beramiz. Hozir bu yerda